Hürmetli vatandaş, ende leksiya yaka muhakeme. Sizle bir işki cümlede muhakeme kılışaylı. Bugünkü kısa haberle 8. ayının 20. günü ya bunu anlatmaya duracağım ama Asiyaça Kuba Bankası mı? Keçirin ona. Asiyaça Kuba raketa krizisi. Kuba Bankasımız. Asiyaça Kuba raketa krizisi oturuğa çıktı. Amerika, Japonya devletleri, müdafiə ministerleri Guam araladı, söhbət ötkəzdi. Raketa orullaştırıp Cungo'ya bivas zərbi biremdi. Cungo bivas zərbi biremdi. Halkılıq beytlə 8. ayına 20. günü yutup. Muşunu anlaşqa hem saklı belişki mümkünlük bulmadı. Mavzunu yazıp aldım halas vatandaş dostum. Anlap baktım ki ne mi deydi deysiniz? Muş yakın Guam arılıda Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet müdafiə ministeri Esper andı Japonya devletinin Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet müdafiə ministeri Esper andı Japonya'nın devlet müdafiə ministeri Guam'da yığın açtı deydi. Bunu anlaganda nemi değildi dese hazır Japonya'ya qaysı orun işkellik məlum emas. Muş yığın linkin Japonya'ya oturmusa pılıq raketa orlaştırış doğrusu da. Yığındı şu sözde bulungan bolsu gerek hazır oturmusa pılıq raketanı eğizgi aldı. Halkılık peytle bu torpilimide sözləvatqan kişiler oturmusa pılıq raketa bolsu bunun ağırlığı təxminen vatandaş 2000-3000 kilometre ağırlığa da uçtu diken. Bunun sözləvatqan, siyasette sözləvatqan ve raketanın uçuş iktidarı doğrusu sözləvatqan kişiler nemi dediyseniz 2000'a gitip baranmaslığı mümkün dedi. Yani baş taraflarını eğizge almadı. Ondan başka Cungo'nun deniz boylarındaki barlıq şehirle ve her bir bazıla ve barlıq kuruluşla ve əsləhələ Cungo deniz boylarındaki hemisi muşundak bolğanda mesela Japonya'ya otları musafirlik raketa uğurlaştırılğanda hemisi zərbi bir iş nişanı dairesideki iş değil. Endi yana bir haber vatandaş Prezident Trump işe oruluşuş önümü üçün can tikip güreş kılıvatıdı. Japonya, Hindistan kol tutuşup Cungo'nun deniz yolu, hayatlık yolunu üzüp taşlamakçı mı? Bana hazırlık geldi bu haber. 8. ayının 21. günü yutup pulga qaraydıgan yılla. Bu pulga qaraydıgan yılla organ gizitidek bir torbiti ki vatandaşım. İki noktada iki kısa haberini seliştirip görün. Biri Guam'da Japonya Devlet Müdafiə Ministeri ile Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiə Ministerinin uçuraşqanlığı ve Japonya'nın qaysı bir cayığı oturmusa pılıq raketa uğurlaştırdığanlığı. Bu birinci haber ketdi ya ki birinci mezmun ketdi deyli. En ahırıqısı pulga qaraydıgan yıllar. Aldığımızdaki 9. ayda değildi burunda. Japonya, Hindistan iki devlet birleşip hərbi iştah kelişimi imzalaydı dedi. Şunun kendi təhlilçiler nemi dedi? Ondaqda Cungo'nun deniz yolu kesildi dedi. Hayatlık yolu kesildi dedi. Yani şunun koygan sual cümleki retorik sorak şu oldu ki Japonya, Hindistan birleşip hərbi iştah kelişimi imzalap deniz üstü yolu yani Cungo'nun yolunu kesip taşlamakçı mı? Hayatlık yolunu kesip taşlamakçı mı? Bana bu vaziyet vatandaşım. Bunlar canlılık vaziyet, konkret vaziyet, tetik vaziyet deyimiz bunu. Endi Hua-Chunying hanım gikeleyle siz Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işler katibi Mike Pompeo'nu 7. ayının 15. günüdeki muhbirlığı söhbet bayan kılış jarayonida Şinjan'ı ziyaret kılışkı teklif kıldınız. Bundan qaraganda sizden hukuk daireniz kançilik bundan bizden haberimiz yok. Bayanatçı Hua-Chunying hanım
siz davlat ishlar kotibini Şinjanni ziyorat qilishga taklif qilg'idek huquq o'rningiz qanchalik? Yoki tashqi ishlar ministrligi sizga shundoq huquq berdimi? Yoki shundoq topiladimi? Bu yerda siz bu orqali nima demoqchi? Masalan, davlat ishlar kotibi Mike Pompeo ma'qul desa, siz o'z oldingizga davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning Şinjanni, mustamlika Uyg'uristonni ziyorat qilishiga va'da bera olamsiz, kapolat qila olamsiz, Huachiyin xonim. Agar bundaq huquq doirasida bo'lmasangiz, agar bundaq huquqqa erishmagan bo'lsangiz, siz nimaga tayinib Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeoni Şinjanni ziyorat qilishga taklif qila oladingiz, Huachiyin xonim? Buni biz rost deylik, lekin prezident davlat ishlar kotibi Mike Pompeo nim dedi? Buni ikki qismga bo'ldi. Seni taklif qilganing rost bo'lishi mumkin. Bakın ben rahatsız değil. Senin meni Şinjanni ziyorat qilishimni taklif qilishimni rahatsız deb muomala qilay. Lekin ikkinchi qismi yolg'on. Men Şinjanga borsam, vaqtda nima ko'rishim mumkin? Tayyorlab qo'ygan, o'rinlashtirib qo'ygan manzaralar, o'rinlashtirilgan, tayyorlangan ko'rinishlar va kimningdir Jungo Kompartiyasini maqtab berishib ve kimningdir Jungo Kompartiyasining hozir yig'ib olish lagerini suratlab berishi, shularni anglab kelishim kerakmi? Undaqda bu bir sapsata. Endi sapsata masalasi kelsa, Huachiyin xonim, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo qaratgan siyosati, Şinjanga qaratgan, Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarini siz sapsata deydigan yerga yetib kelibsiz. Unda siz so'zlayotgan so'zlarning sapsata emas ekanligini qaysi nuqtada, qaysi mintaqada, qaysi logika bilan isbotlab bera olishingiz mumkin, Huachiyin xonim? Siz hozir Şinjanda yig'ib olish lageri yo'q. Biz Uyg'urlarni yig'ib olish lageriga nazarband qilmadik. Kelib ko'rib bakın, enen kaynidagi gap, Şinjan xalqi shundoq yaxshi yashayotidi. Uyg'ur xalqi yaxshi turmush ko'chiryotidi. Bu bir sifat, bu bir tasvirlash. Xiyolingizni og'zingizdan chiqmasmi shundoq bir tasvirlash. Amaliyat bundoq emas dedi. Hozir davlat ishlar kotibi Mike Pompeo nima dedi? Amaliyat bundoq emas, bu bir aldamchi. Aldash şekillik ziyorat. Siz taklif qilayotgan ziyorat aldamchining aldash şekillik ziyorat edi. Bu haqiqat. Mana bu gapning mag'izi. Rost gap qiladigan amerikaliklarning diplomatiya so'rinda qiladigan gapi emas. Yani diplomatiyaning tashayindik so'rinlarida qiladigan gapi rost. Siz bu rost so'zlash bilan yolg'on so'zlashning sapsati bilan haqiqatning farqini ayriyalaydigan bir bayonotchi bo'lsangiz va sizga shundoq huquq berilgan bir bayonotchi bo'lsangiz edi, Huachiyin xonim, jonning ishlari boshqacha bo'ladi ya. Sizga undaq huquq berilgan emas. Siz haqiqat bilan sapsataning o'ttirisidagi munosabat yoki bir-biriga tubdan o'xshamaydigan ikki xil fikir qilish usuli ekanligini bilgan va shundoq bilib turadigan, ayirib turadigan madaniyat muhitida yashagan, cho'ng bo'lgan bir bayonotchi bo'lsangiz edi, Huachiyin xonim, jahonning ishlari deyma. Hargiz bundoq bo'lmaydi. Jahonning ishlari hargiz bundoq bo'lmaydi. Endi qaytib kelaylik. Yaponiya Hindiston munosabati. Yaponiya Hindiston munosabati oldimizdagi 9-oyda imzolangan harbiy ishlar kelishimi. Shundaqli Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati, ya'ni Guamda Yaponiya davlat mudofaa ministri bilan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministrining uchrashganligidan iborat bu jarayon. Yoki onun konkret natijasi va bundan keyingi konkret natijasining bu rayonga, masalan, Chavshan yerim orada rayoniga tavasiga tunugun so'zladik. Enandikin Tayvan bo'g'uzi va Janubiy dengiz rayoniga, qisqasi Janubiy dengizni asos qilgan Jungoning dengiz qatnash yo'llariga tahdid yetib keldi degan gap hozir Jungo Kompartiyasi rahbarligidagi bu davlat qayaga qistab qo'yildi dedi.
Qaysi chekkichi qistab qo'yildi deganga. Shu munosabatlar Remirboning e'lon qilgan maqolasi nima deyildi? Ayrilib ketaman dedingizmi Amerika? Nada bunday ish bor ekan? Muttahamning mantaqasi. Muttahamning logikasi va fikr qilish usuli. Biz buning muttahamnikini qo'yib turaylik, yana boshqa taraflarini qo'yib turaylik. Demak, armiya shaharga yaqinlab keldi. Janubiy dengizga yaqinlab keldi. Sharqiy dengizga yaqinlab keldi. Guamda yig'in ochildi. Yaponiya Hindiston shartnomasi, harbiy ishlar shartnomasi 9-oyda qayerda imzolanadi? Tokyodami yoki Yangi Dehlidami? Bunisi noma'lum, lekin 9-oyda imzolanadiganligi aniq. 10-oyga kelishgan so'zning 9-oyga qisqartimi, 9-oyga o'rlashtirib, bir oy burun o'rlashtirganligimi vaziyatning jiddiyligidan sizga, bizga, Junanxayga nishon berib o'ltiribdi vatandoshim. Yoki yo'l ko'rsatib o'ltiribdi vatandoshim. Demek hozir bir gap chiqdi, to'rbetadi nima desangiz, Jungo hukumati Amerikaga yaxshiroq bo'lishga boshladi. Amerika bilan yarashishni taklif qilishga boshladi va buningga ma'qul deyishga boshladi. Shuningdan qaraganda Markaziy komitet Junanxay hech qachon Amerikadagi saylovning natijasini kutib o'ltirmaydigan bo'ldi. Masalan, Amerikadagi saylovda Demokratlar partiyasining nomzodi Joe Biden'ning Aqsarayga kirishini kutib o'ltirmaydigan bo'ldi. Hozirlar masalan Amerika bilan yarashmoqchi bo'ldi. Buning ma'nosi nima, hurmatli vatandosh? Prezident Trump bundaq yarashmoqchi bo'lgan iltimos va talablarni qabul qilamdi yo'q. Prezident Trump hukumati bunga ma'qul demdi yo'q. Bir muxbir savol qo'yganda, masalan Amerika jungo o'tirisi suhbat yana qaytib boshlanamdi degan vaqtda Aqsarayning iqtisod ishlari maslahatchilari Kutlov nima dedi? Bir og'iz gap qildi. Muxbirning so'zi havoda qolib qoldi. Demak bu suhbatmi yo'q. Endi vaziyat mushak keldi. Jungo yelinib yalvarishga boshlaydi deyli. Mayli bu mu yaxshi ish deyli. Agar ikki davlat yaxshilanib, munosabatni yaxshilab, masalalarni hal qilgan bo'lsa, siz biz bosh ko'rib o'tgan masalalar nima edi? Jungolikning og'zidagi jonajon manfaat masalasi. Lekin xalqaro masala bo'lib turayotgan millatlar masalasi va yana boshqa masalalarni konkret hal qilish jarayoniga tinch yo'l bilan kirib keladigan bo'lsa, harbiy besim, siyosiy besim, diplomatik besim yo'llari orqali Jungo hukumati buni qabul qildigan bo'lsa, nima deymiz vatandosh? Jungolik apandilar biz sizlarga shunday deymizki, sizlar bu yo'lda mangsanglar, jahonga tinchlik, Jungo'ga tinchlik, xalqaro jamiyatni olqishlaydigan yo'l bo'lib qoladi.